Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ICT xabar uzda smart gadjetlar haqida gaplashib o'tamiz. Bizga birinchi, ya'ni ko'rishimiz mumkin bo'lgani kamera, ya'ni Ezvis kompaniyasidan olingan bo'lib, 2 megapiksel. Buni orqasida mikro fleshka qo'ysa bo'ladi. Ya'ni xotirani joylashtiramiz. Bundan tashqari uni orqasida o'zini LAN porti bor. Bu LAN port orqali, ya'ni tarmoqqa ulanib, agar registrator bo'ladigan bo'lsa, registratorda zapslarni ko'rsak bo'ladi. Asosan bu kameramiz qayoqlarda qo'yiladi, ya'ni qanaqa joylarga ishlatsak bo'ladi degani, uylarda, ya'ni mobil kichkina kameralar, bu mobilniy kamera deyiladi. Uylarga qo'yib qo'ysak yoki ofislarga, ya'ni kichkina odam gavjum bo'lmaydigan joylarga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, buni harakat bo'lganda, ya'ni kameraning shunaqa funksiyasi bor. Agar harakat sezadigan bo'lsa, o'sha harakatga qarab kamerani o'zi, ya'ni qimillaydi. Agar o'ngga yursangiz, inson o'ngga qarab yursa, chapga qarab yursa, inson harakatini sezadi. Ya'ni bu to'g'ridan to'g'ri telefon prilojeniyasiga ulanadi. Bu telefon prilojeniyasi orqali agar siz telefonga gapiradigan bo'lsangiz, bu kamera orqali ovozingiz eshitiladi. Ham ovoz yozadi, ham chiqaradi. Ya'ni ikki tomonlama aloqa vositasida foydalansak bo'ladi. Agar siz safarda yoki qanaqadir gastrol safarlarda xizmatda yuradigan bo'lsangiz, o'zingizni uyingizni, ya'ni yosh bolali yoki uyingizda ahli ayolingiz bo'ladigan bo'lsa, kuzatib o'tirayotgan bo'lsangiz, bu kamera orqali bemalol gaplashishingiz mumkin. Ya'ni mobilniy prilojeniyasi orqali. Buning uchun bizga internet kerak bo'ladi. Agar buni uyda turadigan bo'lsa, Wi-Fi ga ulab qo'yamiz, o'zimizni telefonimizdan esa internet orqali bemalol prilojeniya orqali kirib ko'rsak bo'ladi. Bundan keyingi kameramiz bo'ladigan bo'lsa, bu ham xuddi shunaqa Ezvis kompaniyasining mahsuloti hisoblanib, bunda asosiysi bu 4 megapiksel. Ya'ni 4 megapiksel yozadi video kачестволарni. Buni ovoz orqasidan xuddi shunaqa, ya'ni ovoz chiqaradigan kolonkasi mavjud. Bu kameramiz ham ovoz yozib, ham ovoz chiqaradi. Bunda ham xuddi shunaqa funksiyalari bor, ya'ni harakatni sezadigan bo'lsa, kamerani o'zi kuzatadi, o'ngga, chapga qilib. Fleshga, ya'ni ketadigan taraflari ham bor. Bunda ham ko'rib turamiz, ya'ni lanseti bor. Lanset orqali buni ham to'g'ridan to'g'ri registratorga, ya'ni ulab qo'ysak, zapsini ko'rib o'tirsak bo'ladi. Bundan tashqari to'xtaladigan narsamiz, bu ham Ezvis qurilmasi bo'ldi, ya'ni Ezvis qurilmasi. Bu asosan upravlat qiladi, Ezvis texnologiyalarini, ya'ni boshqaradi. Bu to'g'ridan to'g'ri xuddi shunaqa Wi-Fi ga tarmoqqa ulanib, Wi-Fi tarmog'i orqali Ezvis texnologiyani, ya'ni kamerasi bo'ladigan bo'lsa, hamda boshqa qurilmalarni ham boshqarish mumkin. Bu ham xuddi shunaqa Wi-Fi ga ulanadi. Orqasida xuddi shunaqa lansetlar mavjud. Bu lekin buni o'zida kamerasi yo'q. Bu kamera zaps qilmaydi. Boshqa qurilmalarni, ya'ni Ezvis qurilmalarini boshqaradi. Undan keyin to'xtaladigan narsamiz, bu Ezvis aqlli rozetkasi hisoblanib, bu rozetka orqali, ya'ni nima qilsa bo'ladi degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, bu ushbu rozetkani uyingizga tiqib qo'yadigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa Ezvis prilojeniyasi bor. Mobilniy prilojeniyadan, ya'ni texnikalaringizni boshqarsangiz bo'ladi. Bu rozetkamizni mobil dastur orqali, Ezvis degan mobil dastur orqali boshqariladi, telefonga ulanadi. Bu ham xuddi shunaqa. Agar uyingizda rozetkaga tiqib qo'yadigan bo'lsangiz, ya'ni texnikalaringizni upravlat qiladi. Bu ya'ni nima degani? Agar uyingizda bilamiz, yosh bolali bo'ladigan bo'lsa, kompyuter hamda gadjetlarni to'xtovsiz o'ynash orqali o'zlarining ko'ziga ham zarar yetkazishi mumkin. Buni shunaqa, xuddi shunaqa ishlatayotgan rozetkaga tiqib qo'yadigan bo'lsak, bu texnikangizni ham o'chirib, ham yoqib qo'yishingiz imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni agar uydan chiqib ketayotgan bo'lsangiz yoki komandirovkaga ketayotgan bo'lsangiz, bilamiz, inson ongi shunaqa narsa, ya'ni shunaqa hisoblanadi. Har bir odam uyi yopib ketgandan keyin yoki uzoq safar ketgandan keyin o'ylaydi, chiroqni o'chirdimmikan yoki qanaqadir narsani yonib qoldirib ketmadimmi? Ana o'sha paytda siz mobil dastur orqali, Ezvis mobil dastur orqali kirib, siz texnikalaringizni полностью boshqarib o'tirsangiz bo'ladi. Ya'ni o'chirib qo'yib yoki yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Bundan tashqari bizda qolaversa Ezvis, ya'ni aqlli qulfi mavjud. Buni eshigiga qo'yiladi, ya'ni eshigiga qo'yadigan bo'lsak, buni kirish usullari barmoq izi orqali hamda karta orqali, qolaversa kod orqali, ya'ni kod teradigan bo'lsak, ana o'sha kod orqali eshigiga kirishimiz mumkin. Buni asosan qanaqa joylarga, ya'ni qayerlarga qo'yadi degan joylarimizda asosan buni, ya'ni o'sha umniy dom bo'ladigan bo'lsa, ya'ni aqlli uy bo'ladigan bo'lsa yoki gostinitsalarga ham qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bilamiz, agar mijoz keladigan taqdirda kalitni tiqib
o'tirmasdan, ya'ni kalitni tiqib vaqt yo'qotmasdan o'zini отпечаткasi orqali, barmoq izi orqali yoki karta orqali eshikka kirib ketishi mumkin. Buni xuddi shunaqa orqasida magnit batareyka, ya'ni batareyka qo'yadigan qismi joylashgan bo'lib, agar batareyka o'lib qoladigan bo'lsa, ya'ni zaryadi tugab qoladigan bo'lsa, qulfi o'zidan ikkita zamok chiqadi, ya'ni ikkita kaliti chiqadi. Ana o'sha kalit orqali bemalol qulfi ochib kirib ketish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. ICT xabar o'zini kuzatishda davom eting. Hammaga xayr.